Ko'pchilik so'ragan benzinli dvijokalarimizdan Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga yetib keldi. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi bilan yoritib beramiz. Hozir robitadan like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib keladigan obunachilarimizga albatta hozir aytiladigan narxlardan chegirmalarni qilib beramiz. Xo'p, qish mavsumi kelyapti. Ko'p joylarda to'klar o'chish yoki da qisqa uzilish holatlari kelib chiqadi. Shuni hisobiga talablarga binoan 220 to'liq tok chiqazib beradigan dvijoklarimizni olib kelib qo'ydik. Video davomida ikki xil variant hozir bor. Tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz. Bundan boshqa katta kichik variantlari ham do'konimizda mavjud. Hozir eng hadovoy ketib turgan model 7500 hamda 9500 modellarini tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan dvijogimiz 7500 markali 220 to'liq tok chiqazib beradigan dvijogimiz bo'ladi. Dvijog olishda akalar e'tibor beradigan joylaring birinchi o'rinda xo'p, averli sistemasi bor, keyin yo'g'i bor akalar. Keyin admotkasi element admotkaligi bor, mis admotkaligi bo'ladi. Dvijog olishda shunga ahamiyat bersalar, anchagina maqsadga muvofiq bo'ladi. Motori ham uniki katta motor. 190 15 ot kuchli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Admotka qismiga o'tadigan bo'lsak, mana buni admotkasi deyiladi. Admotkasi 100% mis admotkali katta admotkalar bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Bu ukam ATS dedingu, ATS nima vazifani bajarib beradi degan akalarimizga mana bundaqa shitlarini xohlasanglar olinglar, xohlamasanglar qolishi ham mumkin. Bu ATSimiz akalar, svet o'chgandan keyin dvijok avtomatik o'zi qo'shadi. Svet yongandan keyin dvijok avtomatik o'chadi, shunaqa funksiyani bajarib beradi. O'tirgan joylaringda bemalol boshqarishlatishligi mumkin akalar. Xo'p, 220 bitta tok me'yorda chiqarib beradi. Men aytaman, ko'rsatib turadi tok berishini. Ortiqcha nagruska bo'ladigan bo'lsa shiti bor. Tashavoradi bu narsa. O'ziga nagruska olib ishlatib qo'ymaydi akalar. O'zidan zaryad chiqarib ham ishlatishligi mumkin. Xohlasalar kalit orqali, xohlasalar ham ruchnoy bor. Ruchnoy tortib ham bemalol ruxsalar ham bo'laveradi. Xo'p, ko'rib turgan dvijoklaring benzin orqali ishlaydi. Soatiga 1 litr nagruska holatda rasxod qilib beradi. Xo'p, benzin baklari 25 litrlik ko'rishligi mumkin. O'zida benzinlar ko'rsatib turadigan hamma funksiyalar o'ziga qo'yilgan. Bu shitimizga o'tadigan bo'lsak, shitimiz alohida oladigan bo'lsalar, narxi $120 turadi. Akalar, dvijogimizni xo'p 7500 yozilgan. Toza tok chiqarib berishi 6,5 kW tok chiqazib beradi. Mana ko'rishligi mumkin. Toza tok berishi 6,5 kW tok chiqazib beradi. Hech qaysi biri dvijok yozilgan kilovatini bermaydi. Akkumulyatorlari ham Gelevey katta akkumulyatordan 1 yil dvijogimizga garantiyalari bor. Xo'jaliklarga, to'yxonalarga bemalol ishlatsalar ham bo'laveradi. 6,5 kWgacha bo'lgan nagruskalarni bemalol ko'tarib bera oladi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, $600. Obunachilarimiz kanalimiz nomidan keladigan bo'lsalar, narxlarini arzon narxlarda qilib beramiz. Akalar, buni arzonchi $500-400 ga ham topsalar bo'laveradi. Faqatgina motori kichina, admotkasi kichikroq yoki-da sifati yengilroq variantini topishligi mumkin. 1 yildan garantiyalari bilan bemalol do'konimizdan kelib xarid qilib ketishligi mumkin. Gulishtirning ustiga setka qo'yilgani hisobiga ovozi ham juda ham past holatda ishlab bera oladi. Xo'p, endi ukam bizga bu kichikroq qilar ekan, kattaroq modelidan bo'lsin degan akalarimizga 9500 modelda kelgan, xuddi shu Corolla firmamizniki. Xo'p, admotkasi kilovat oshgan sari admotkasi oshaveradi. Buni ham katta admotka qilingan bunga nisbatan. Lekin toza tok chiqarib berishi 7,5 kW, 8 kW tok chiqazib bera oladi akalar. Xo'p, benzin baki aytganimdek 25 litrli, o'zida bog'ichlari bor. Bemalol mana joylarini boshqa joylarga qo'zg'atib turib ishlatsalar ham bo'laveradi. Xo'p, admotkalari buniki ham katta, motori 92-90 motordan qilib ishlangan. Benzin tanlamaydi akalar. Iloji boricha yaxshiroq benzin quyadigan bo'lsangiz, sizlarga uzoqroq xizmat qilib beradi akalar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Bu dvijogimizni kilovat kattaligini hisobiga narxi ozgina qimmatroq chiqadi. Ya'ni narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $680 ga, xo'p, kelishilgan holatda albatta kanalimiz nomidan keladigan bo'lsalar, arzon narxlar chiqazib beramiz. Manzilimiz Marg'ilon hokimiyat, Marg'ilon Soliq to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Kimga shunaqangi dvijoklar qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin. 20 kW, 30 kW, 50 kW, 100 kW gacha dvijoklarimiz bizda bor. Xo'p, 3 kW dan boshlanadi. Optim olib sotaman degan akalarimiz uchun ham chiroyli narxlarda, optim narxlarda obunachilarimiz uchun chiroyli qilib chiqazib beramiz. Pastda nomer qoldirib ketyapman. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, ukam bizda mono texnika bor, mono narsalar ishlatamiz degan
narsani sizlar aytsalaring, biz shunga qarab turib sizlarga DiviJoy tavsiya qilamiz. Effekt beradigan variantini beriladi. Mabodo effekt bermay qoladigan bo'lsa, kattaroqga almashtirib berish nimasi ham bor akalar. Aloqaga chiqib bo'linglar sizlar.